Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda uy sharoitida temiratkini sarimsoq bilan davolash yo'llarini sizlarga aytib o'tamiz. Tarkibida zamburug'lar tufayli yuzaga keladigan kasalliklarga qarshi shifobaxsh modda antizamburug'i mavjudligi bois sarimsoq terida paydo bo'lgan har qanday temiratkini davolaydi. Ushbu sabzavot ekini nafaqat oshxonada, balki tabobatda ham keng qo'llanishini bilasiz. Hattoki zamburug' kasalliklarini haydashda unga teng keladigani yo'q. Hammaga ma'lumki, sarimsoq sharbati zamburug'lar ko'payishini to'xtatadi. Demak, sarimsoqning 3-4 bo'lagini qirg'ichdan o'tkazing va temiratki ustiga malham dori sifatida qo'ying, bog'lang. Bunday muolajani temiratki batamom yo'qolib ketguncha qo'llang. Bolalardagi temiratkini davolashda sarimsoqning bir o'zidan foydalanish tavsiya etilmaydi. Chunki sarimsoqli malham jarohatga qo'yilgach qattiq achishtiradi. Bola bunga chiday olmaydi. Shuning uchun unga o'simlik moyi yoki vazelin bilan surtish buyuriladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.